2025-yil 27-iyun kuni soat 21:21 da Milliy telekanalida o'zbek seriali "Meni sev"ning ko'p kutilgan 75 qismi efirga chiqadi. Bu serial o'zining samimiyati va chuqur mazmuni bilan tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Ushbu qism muxlislar uchun haqiqiy voqea bo'lishini va'da qiladi, chunki Anvar va uning ota-onasi tanlagan sevgan qizi o'rtasidagi sevgi hikoyasi yangi hissiy cho'qqiga chiqadi. Serial drama va iliq oilaviy lahzalar o'rtasida ajoyib muvozanatni saqlab, haqiqiy his-tuyg'ularni qadrlaydigan har bir kishiga yaqin. Meni sev boshqa seriallardan o'zbek an'analarini nozik ochib berishi va zamonaviy ruhni yo'qotmasligi bilan ajralib turadi. 75 qismda tomoshabinlarni kutilmagan burilishlar kutmoqda. Anvar yangi sinovlar bilan yuzlashadi. Bu uni o'z xatti-harakatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Ikkinchi darajali qahramonlar esa o'z sirlarini ochib, syujetga intriga qo'shadi. Rejissyorlik ishi va aktyorlar o'yini yuqori darajada. Har bir kadr his-tuyg'ular bilan to'lib toshgan, dialoglar esa tabiiy va ta'sirli. Serial oila oldidagi burch va shaxsiy baxt izlash kabi murakkab mavzularni qo'rqmasdan ko'taradi, lekin buni hayratlanarli darajada yengil va iliq tarzda amalga oshiradi. O'zbek motivlaridan ilhomlangan musiqiy hamrohlik muhitni yanada kuchaytiradi. Operator ishi esa har bir qismda o'zbek madaniyatining go'zalligini yetkazadi. Meni sev nafaqat serial, balki sevgi va an'analar bir-biriga chirmashgan hayajonli hayot aksidir. Milliy TV'da yangi qismni o'tkazib yubormang, bu qism qalbingizda iz qoldirishi aniq.